Xo'p. Yozishdi, baraka topsin. Kim yozgan bo'lsa ham kommentda shu ozishga maslahat bering, qanaqa tartiblar bo'ladi deyishyapti. Juda ham yaxshi savol. Men o'zim xursandman. Xo'p, endi bunga ozish uchun avvalambor birinchi meni beradigan maslahatim vaqtida uxlaymiz, vaqtida turamiz, vaqtida nonushta qilamiz. Yana bundan tashqari ko'proq piyoda yuringlar. 3 kilometr, 4 kilometr. Iloji boricha ertalab piyoda yuring. Ertalab piyoda yursangiz, har holda ekologiya toza bo'ladi. Mashinalar, avtobuslar, katta-katta mashinalar dam olayotgan bo'ladi. Ertalab quyosh chiqishdan boshlab yuring, o'zingiz uchun vaqt ajrating. Yana plus suv, обязательно suv. Har doim aytgandek, suv odamzod uchun aniq juda katta, kerak, foydali narsa bo'ladi. 2,5 litr suvni iching. Plus yana sizga ozish, agar tez ozish harakatda bo'lsangiz, soat 5 dan keyin ovqat iste'mol qilmang. Ovqat deganimda qozon ovqatlarini iste'mol qilmanglar. Qozon ovqatlari degan endi nima men o'rganmaganmiz desangiz, bunga yana men o'zim qo'shimcha qilib ketaman. Пожалуйста, o'sha soat 5-6 dan keyin 6-7 da ujin deymiz, mayli o'rishchasiga aytgan. Ujin bo'lsa, o'shani salat qiling. Salat, qaynomadan salat, ko'k piyoz, ukrop. Eng zo'ri ozdiradigan ham sizga zo'r kletchatka bo'ladigan karom bo'ladi. Ana o'sha karomni to'rab solib, bitta osh qoshiq zaytun yog' soling, yana sizga ham kalsiy moddasi kirib boradi. Plus tezroq metabolizm deganda ichak faoliyati yaxshi ishlagandan keyin ozishingiz yana ham tezroq bo'ladi. Tabiiy ozib borasiz. Hech qachon dori ichmasdan mana shu yo'l bilan ozish yo'li juda oson. Mana shu narsani qilinglar, juda ham tabiiy holda ham tanangiz o'zingizni osilib qolmaydi, normal holda ozadi odam.